Endi keleli Cungo'lak efendiga. Mavzu mundaq. Cungo Amerikadan import qilingan 100 xildan ortiq tovar mallarga baj qo'ydiganligini jakarladi. Baj so'z başlandı dedik-ku, mana shunday. Mavzuli xabar 4-oyning 2-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Cungo yakshanba kuni 4-oyning 2-kunidan boshlab, ya'ni 4-oyning 2-kunidan boshlab 7 tur bo'yicha 128 xil tovar mallarga baj qimaytish majburiyatini to'xtatib, hozirgi baj normasi asosida ustilab baj qo'ydiganligini jakarladi. Cungo Moliya Ministerligi yakshanba kuni bu ministerlikning torpedida axborot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo'dan import qilgan temir plat, alyumin buyumlariga ustilab tamojda beji paydo bo'lgan ziyon bilan tampunglashtirish uchun yalimish tayyorlangan kiyim-kechak qatorliq 120 xildan ortiq import qilingan tovar mallarga ustilab 15% baj qo'yishni jakardi. Yana boshqa go'sht va boshqa xil tovarlarga 25% ustilab baj qo'ydiganligini jakardi. Cungo dediki, bu Cungo'ning manfaatini qo'g'dash uchun qo'llangan muvaffaq tadbir. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Tramp 3-oyning 8-kuni buyruq imzo qo'yib, import qilingan temir plat, temir, alyumin mahsulotlari Amerikaning davlat bexatarligi tahdid soldi deb ko'rsatib, shunga 3-oyning 23-kunidan boshlab import qilingan plat, temir mahsulotlarga ustilab tamojda beji qo'yishga qaror qilgan edi. Esinglarda borki, prezident Tramp 3-oyning 22-kuni prezident eslatmasiga imzo qo'ydi. Demak, baj elishga imzo qo'ydi. Undan keyin Cungo ifoda bildirib, o'ch oladiganligini, Amerikadan import qilingan yezgilik mahsulotlari yalimish, olma, üzüm va plat turi qatorliqlarga 15% ustilab baj qo'ydiganligini, yana boshqa mahsulotlarga 25% dan baj qo'ydiganligini jakarlagan. Cungo mundaq ko'rsat, agar ikki davlat savdo to'liqlama kelishimini imzolay olmasak, yuqori plan ichida turgan o'ch elish xarakterlik baj elish tadbirini yo'lga qo'yamiz. Mushu xabarga yozilgan inkas Amerikada Cumhuriyetchilar, Demokratlar ikki partiya o'zaro gumon qilishini cho'rib o'tib, savdo urushida g'alaba qilish kerak. İnkas 2. Söhbətdə bir fikirə keləlməydiğən oxşaydı. Amerika bu qatam çıng turmaydiğən bolsa, u yer bu yana sipilab qoysa, axırı özüge yaman boludu. İnkas 2. Xi Jinping Wang Qishan rəhbərlik qılıb atqan Yavuzlar guruhi Çavuşalli Kim Jong-ilni qorqud. İnkas 3. Qaraganda söhbətdə bir fikirə keləlməydiğən oxşaydı. Biz ötkəndə Amerika Cungo'da söhbət bulubatı dedik-ku. Məyədəndə inkas deyibdi. Qaraganda Amerika Cungo oturub söhbətdə bir fikirə keləlməydiğən oxşaydı. Kişilərini qorqutmaqçı bulubatıdı. Quruq tiyirə daraq işqi bu, deydi Cungo. İnkas 4. Amerika qat'iy holda təvrənməy. Cungo Amerika savdosi tangping bo'lishda qo'lga keltirish lozim. Cungoning g'aljirlik yo'l qo'ymasligi lozim. Savdo urushi bo'ladiganlar bo'lsa, Amerikaning ziyini Cungonikidan az bo'ladi. Balki Amerikaning ziyonlari vaqtliq bo'ladi. Kompartiya uzung'icha ziyon tortadi. Amerika qat'iy təvrənməy savdo urushi qiladigan bo'lsa, Cungo kompartiyasi bitirib tura olmaydi. İnkas 5. Cungoni qo'riqlab qo'yish qachon boshlanadi? İnkas 6. Junxomingo va Cungoda yashayotgan xalqlar prezident Trampni qat'iy qo'llaymiz. Savdo urushiga, pul muomala urushiga qo'shib etish kerak. Savdo urushiga, pul muomala urushini qo'shib etish kerak. Qudratli iqtisod savdo urushi vositasi ishlatib, bir pechka, bir askar ishlatmaymi? Cungo kompartiya davlatini
uzul, kesel, gumrang qilg'ili bo'ladi. Bu bir meydan istiftak chiqmaydigan savdo urushida Amerika cho'qim g'alaba qiladi. Jungo Kompartiyasi cho'qim mag'lub bo'ladi. İnkaz 6. Hazır Amerika Jungo Kompartiyasini jazolasa, Jungo Kompartiyasi fuqarolarni jazolaydi. İnkaz 7. Jungoning ushlab boj qo'ydigan mahsulotlari turmushga keraklik mahsulotlar ekan. Kompartiyaning yovuzligini oshkorlab berdi. İnkaz 8. Amerikaning aqliy mulk huquqini qo'g'dash kerak. Bu ish mas'uliyatchan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining qiladigan ishidir. Chunki bu Amerika xalqining o'rtaq tanishidir.